Odamlarga foydangiz tegishi to'xtagan kuni unutilasiz. Hamma joydan hamma unutadi sizni. Chunki manfaatsiz munosabatlar faqatgina ota-onaga xos. Qolganlari bekor. Shuning uchun shunaqa foydali inson bo'lib bir-birimizga foydamiz tegib yuraversin. Manfaatli bo'laveraylik. Odamlarga foydangiz tegishi to'xtagan kuni unutilasiz. Hamma joydan hamma unutadi sizni. Chunki manfaatsiz munosabatlar faqatgina ota-onaga xos. Qolganlari bekor. Shuning uchun shunaqa foydali inson bo'lib bir-birimizga foydamiz tegib yuraversin. Manfaatli bo'laveraylik. Odamlarga foydangiz tegishi to'xtagan kuni unutilasiz. Hamma joydan hamma unutadi sizni. Chunki manfaatsiz munosabatlar faqatgina ota-onaga xos. Qolganlari bekor. Shuning uchun shunaqa foydali inson bo'lib bir-birimizga foydamiz tegib yuraversin. Manfaatli bo'laveraylik. Odamlarga foydangiz tegishi to'xtagan kuni unutilasiz. Hamma joydan hamma unutadi sizni. Hakkı yok kasal bo'lishga, erkakni haqqi yo'q bevaqt bo'lishga. Duo qiling kasal bo'lmasin.